Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Mana navbatdagi ustanovka jarayonimiz Hazorasp tumani Ovshar mahallasini ustanovka qilib berdik. Ota-Nazar uyini görüp bir yandan kuzatib boraverasizlar. Xudo xolasa konkret olib ishlandi eshiklarimiz. Hozir bu yerda 5 dona eshikni ustanovka qildik. Bir yandan görüp kuzatib borasizlar. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha qo'llab-quvvatlab, like'larni ayamin basıp dostlarınıza ulaşıp qo'yasizlar degan umiddamiz. Abone bo'lmaganlar kanalımıza abone bo'linglar. Esa başladık yine. Eshiklarimizni tovarına keladigan bo'lsak, kırılmadan, kırçılmadan tovar, motivi, korona svit. Yani nakışlardan e'tibor beringlar. Konkret olib ishlandi nakışlar ham. Qullablar ham har doimgidek o'zlarimiz ishlatiladigan super qullabdan, ya'ni sukma qullab olib qo'yiladigan, taxta eshiklarga qo'yiladigan. Zamoklarımıza keladigan bo'lsak, zamoklarimiz ham magnitli zamok, har doimgidek. Yana ochib beklashlari. Yana mana ichki ko'rinishi korobkalarimizni ko'ringlar. Mana rezinga joylarini. Qullablarni e'tibor beringlar. Korobkamiz bilan o'yilib ishlandi. Qullablar ham. Bandaj eshikimiz ham shu bosonda, shu figurada ishlendi. Aynen korona mavjudlar ham eshikimizni o'zine qo'shib ishlendi. Her yeri 4 etajli korona. Mavjudlar ham shu o'zine yarashib turibdi bu narsasi. Bandaj eshikimiz. Xudo xolasa uyimiz ham malarga tayyor bo'lib turibdi. Eshiklarimiz ham mana konkret olib ishlendi. Sifatli, yaxshi materiallardan ishlendi eshiklarimiz. 08lik qalin materiallar. Eshiklarimiz ham как положено bo'lib işlendi. Açıp bekleyen işlerine itibar beringlar. Hurmatli obunachilar. Bağlam şu basondaki eshikimiz. Şumka bo'lib, ajoyib bo'lib, rezingalar ham как положено yumshoq rezingadan ishlangan bandaj eshiklarimiz. Siz Atabek aka, eshiklar ma'qul keldimi? Vaqtında qurib berding, rahmat. Sog' bo'lasan. Tavsiya etasizmi obunachilarimizga? Hammaga tavsiya etaman. Derdi bitirdi, qurib berdinglar, katta rahmat. Sizga rahmat. Shu xonadonlarda to'ylar olsin, yaxshi kunlar olsin. Rahmatingiz. Shu galillar girib, galillar chiqib, yaxshi kunlarda ochib beklab o'tirish hammangizga, hammamizga nasib bo'lsin. Hurmatli obunachilarimiz, aynan narxini to'xtaladigan bo'lsak, eshiklarimizning narxi 08lik endifdan bo'ladigan bo'lsa 1,5 milyon, 1 milyon 400 ming so'mdan boshlanadi. Ya'ni bu eshikimizning narxini keladigan bo'lsak 1 milyon 800 ming so'mdan ustanovka qilib berdik. Как положено bo'lib ishlendi. Razmerlar ham 92-10 razmerda ishlendi. Agarda mana arzonroq varianti kerak deydigan bo'lsangizlar, hurmatli obunachilar, shu bosonda ishlab beramiz. Go'sanish shu boson bo'ladi. Ayrim yerlarida o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Narushnikida ya bo'lmasa koronasida, ya bo'lmasa qullabida
zamovunda özgərişlər oluşu mümkün. Daxılasaq qoldan gəlsə işlət bərabərimiz. Kletlərimizi yağdan yaqaraq. İndi bu en yaxşı, en full materiallardan işlənən нәрsə. Qullablaram, yaxşı qullab. Ertəng bir gün asılmaslığına deyib, deyib, səs çıxarıb, nət hürməsliginə garantiya 100% verəmiz. Bu nərsələrdən könləriniz doğru ola versin, xuda xalasa. Hürmətli abunəçilər, görüb güzətib bararəslər, like'larına ayamin basınlar, xuda xalasa, qoldan gəlincə şunun yaxşı, sifətli işiklərini işlətib videoya cayılıb, YouTube kanalımız var, kanalımıza cayılıb baramız, xuda xalasa. Qoldan gəlincə qollab quvvatlab durumlar, hürmətli abunəçilər. Həmməyizə sağlıq, salamətlik diliyimiz. Həm məni öylərinə, şunun imarətlərə, şunun eşiklərini kuruş, bizərin ustalara nəsib qılsın. Şu kanallarda toylu olsun. Həmməyiz sağ salamat bulunlar, rəhmət həmməyizə.